Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli aka-ukalar. Yana bitta listli darvozamizni Namangan shahariga olib kelib o'rnatdi. Darvozamiz haqida qisqacha chiroyli ma'lumot beraman. Darvozamizning eniga razmeri 2.95 bo'ldi, balandligi 3.10 bo'ldi. Общий kvadrat 9 kvadratdan kattaroq darvozamiz bo'ldi. Darvozamizning listlari 2 qavat bo'lgan, chekkasi 12.8 buruch bo'ldi, tevasi ham xuddi shunaqa bo'lgan. Taglari 12 li shivellar bo'ldi. Birorta joy to'lig'i yo'q holatda to'la 9 tiliq metrli ishlagan. Darvozamiz mana o'chilib yopmishlar. Katta qanotdan o'chib ko'rsataman. Darvozamiz fondi 0 ga o'rnagan. Mana qay qo'p bo'lsa o'sha yerda bemalol turadi. Yosh bolalar ham bemalol qiynalmasdan chiroyli o'chib beradi xolos mana. Kimga shunaqa sifatli, mustahkam, zabardast darvozalar kerak bo'lsa, Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab kelish asosida chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Xizmatdamiz.